Mana bugun biz Miraki shahrida, Shahrisabzdan 20 minut yoki 25 minut uzoq bo'lgan Miraki shahrida xalqaro moliya tashkilotlari bilan, tadbirkorlar bilan, mahalliy moliya tashkilotlari bilan, umuman iqtisodiyot va moliya vazirligi xodimlari bilan birgalikda shunaqa bitta konferensiyani tashkil etilganini guvohi bo'ldik. Bu nima beradi? Mana muhtaram prezidentimiz aytgan edilar, ya'ni har bitta tashkilot umuman moliya tashkiloti, mahalliy tashkilotlarimizni hududlarga chiqib ishlash masalasida topshiriq bergan edilar. Men hayron qoldim, chunki bu hozir turgan joyimiz 1 yil oldin bunaqa darajada bo'lmagan ekan. 1 yil davomida mana banklar shunaqa mehmonxonani qurib va bu yerda xalqaro e'tirofga sazovor bo'lgan xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan konferensiya bo'lib o'tdi. Konferensiyadagi xalqaro moliya tashkilotlarining vakillari hammasi juda hayratda qolishdi, chunki haqiqatdan bu yerdagi regionlardagi, ya'ni hududlardagi tadbirkorlikka yaratilayotgan imkoniyat va hudud uchun, ya'ni chekka hudud uchun yaratilayotgan imkoniyatni ko'rgandan keyin davlat haqiqatdan ham chetdagi hududlardan boshlab rivojlantirish masalasini oldiga eng aniq strategiya deb qo'yib olganligini tushunishdi. Umuman konferensiya ko'tarinki ruhda o'tdi. Har bitta ishtirokchini, har bitta panelli sessiyada yoki davra suhbatlarida ishtirokchilarni tinglasangiz, aynan prezidentimizning 50-sonli qarorlaridagi strategiyalarni amalga oshirish uchun faqat moliyaviy qo'llab-quvvatlash emas, ya'ni uni o'qitish, tizimga qo'yib berish biznesni rivojlantirish, uni har tarafdan qo'llab-quvvatlash, kerak bo'lsa o'qitish, chet davlatlarda o'qitish, xorijiy mutaxassislarni taklif qilish va u mutaxassislardan tajribalar o'rganish, texnologiyalarni olish, raqamli texnologiyalarga o'tish, bular haqida shunaqa chiroyli davra suhbatlari bo'lib o'tdi. Bu davlatlarning eng kerakli tarafi shundaki, bu davlatlar xuddi biza o'tayotgan jarayondan qachondir ular o'tgan va bu o'tgan jarayonlarda ular ayrim xatolarga yo'l qo'ygan yoki afzalliklarni ko'rishgan. Bugungi rivojlanish davrida biz uchun bu narsa juda qulay va imkoniyatlarga ega deb o'ylayman. Men kichik biznes uyushmasi raisi sifatida bu o'tgan konferensiyadan juda ham mamnun bo'ldim. Bu ayol tadbirkorlar uchun, yoshlarni qo'llab-quvvatlash uchun, umuman kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash uchun juda qulay imkoniyatlar. Bunaqa imkoniyatlar hali bo'lmagan va bunaqa strategiya hali bo'lmagan. Mana bugungi qancha muloqotlarda xalqaro tashkilotlar bilan gaplashganimda, biz sizlarga yordam berishga tayyormiz. Qo'limizdan kelgan bor instrumentlardan foydalanib sizlarga yordam beramiz. Biz uchun bu juda ham qiziq. Bu regionlarda bo'layotgan bu muammolarning yechimi bu eshitilgandan keyin albatta kelib chiqadi. Albatta tizimli muammo kelib chiqib, albatta davlat rahbarigacha, mutasaddi tashkilotlarga yetib boradi. Men iqtisodiyot va moliya vazirligini aynan bu yerni tanlaganini, chekka hudud bo'lsa ham xursand bo'ldim, chunki bu yerda, bu hududda turizmni qanaqa rivojlantiramiz, qanday qilib insonlarga tadbirkorlikni, savdo va servis, kichik biznes uyushmasi uchun yoki bo'lmasam ayollar tadbirkorligi uchun, yoshlar tadbirkorligi uchun imkoniyatlarni darajasini ko'rsatib bera oldi. Men o'ylaymanki, mana biz Surxondaryoda, Qashqadaryoda kichik biznes vakillari bilan, kichik va o'rta biznes vakillari bilan ko'rishganimda, ularga bu imkoniyatlar haqida men o'zim ko'zim bilan ko'rganimni hammasini aytib beradigan bo'lsam, ularda ham ishonch paydo bo'ladi va ularda ham kelajakka ishonch bo'lib, bemalol kichik va o'rta biznesni bundan yuqori ko'rsatkichlarga va bundan yuqori darajalarga olib chiqa olamiz. Buning uchun muhtaram prezidentimizga, umuman davlatimizda ishlayotgan barchaga kattakon rahmat.